Buyuk xinning yog' va molachkosi bu ikkisini qanday farqi bor va qaysi vaqtda ishlatish kerak? Keling, bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Buyuk xinning yog'lari terini chuqur namlantiradi, uyqu oldi surish tavsiya etiladi. Eng muhimi, poralarni yopib qo'ymaydi. 0+ dan boshlab ishlatish mumkin. Yog'ning tarkibida kungaboqar shea yog'i, kalendula ekstrakti, vitamin E bo'lib, terini chuqur namlantiradi, oziqlantiradi va himoya qiladi. Massaj uchun ham ideal. Bir oz yog'ni qo'lingizga olib, iliq massaj harakatlari bilan bolaga surting. Taglik osti terini ham artishda ishlatishingiz mumkin. Har kuni cho'milishdan keyin yokida teri quruq bo'lsa, molachkoni surting. Terini yumshatadi va namlik beradi. Sezgir va nozik terilar uchun mos keladi. Surtgandan so'ng o'zidan yopishqoq his qoldirmaydi. Molachkoning tarkibidagi karate yog'i terini yumshatadi, tiklaydi. Vitamin B5 bo'lsa, terini tinchlantiradi, qizarishlarni kamaytiradi, chuqur namlaydi, himoya qatlamini yaratadi. Yog' bilan massaj, molachko bilan terini namlantirish farzandingizni terisini yanada sog'lom qiladi. Germaniyada ishlab chiqarilgan Buyuk xin tabiiy parvarish bolajonlaringiz uchun eng ishonchli tanlov. Buyuk xinning barcha to'plamlarini Fogi do'konlarimizning har ikkala filiallari va onlayn qulay narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Bizning Instagram sahifamizga esa obuna bo'lishni unutmang. Fogi siz va farzandingiz uchun qayg'uradi.